fuqarolarning huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarini foto, video tasvirga tushirish va tasvirlarni tarqatish huquqi saqlab qolindi. Kelishuv komissiyasida fuqarolarning ushbu huquqi cheklanmasligi kerakligi haqida yakdil xulosaga kelindi. Ya'ni fuqarolar organ xodimlarining xatti-harakatini bemalol tasvirga tushirishi ham, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish ham mumkin. Boshqacha aytganda, organ xodimlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati to'liq saqlanib qolmoqda. Oldingi tahrirda farqli ravishda bir narsani ijtimoiy tarmoqqa qo'yganlik uchun javobgarlik belgilanmayapti. Qonun faqat va faqatgina xodimlarning tasvirini ularni obro'sizlantirishga olib keladigan tarzda buzib tarqatmaslikni, ya'ni xodimning harakatlari, so'zlari va holatini buzmaslikni, montaj qilmaslikni talab etmoqda.